Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindishimlarni bijala uzun bo'lib ketdi. Har bir ona bilan ekran orqali o'rtoqlasholmay, ba'zi fikrlarimizni vaqtla o'tib ketib bordi. Vaqtimizni o'zimizdan tashlab bo'lmaganlik sababidan har birlari bilan işte ekran oldida bir o'rtoqlasholmay qilyapmiz inshaalloh. Bugun men har birlari bilan muajiratda nayt qiziq tema bo'layotgan Naiti bizim münazara silavatkan bir temalar hakkında üzerinden göz karşını sizlerle bir ortaklaşa dedim. Türkiye'de tutulgan casuslar doğrusudaki haberler Türkiye akbarat dostları da 20. ıslahı demiş 2. ayının 20'si şu çıkan dinki yıldan ona oluşup bazı bir uçurla muhaciretteki içtimai taratkularda naiti tarqılışqa başladı. Bu da olan emimiz bu casuslarının kimliki ve bularının qılğan iş hareketleri ve bazı bir hükümetinin çıkargan adliye olsun, teptiş olsun, ulanı çıkargan nəslərə diqqət qılışqa başlayan bolduq. Xəbərlər izcil türdə, hər xil şəkildə hazır anlatılıb. Bularında qulaq mı Xitayğa uçur yetkizgiçi öz tuğan ve Xitay kızıqıdığan, tapşıqan vəzifələrini Xitayğa udulluq yetkizgiçlərini qulaqla. Məyli qulaq olsun, məyli casus olsun, həm də bu öz vətənigə, özünün xalqıga ziyan sələvatqan insanlardır bu. Türkiye və başqa dövlətlər özdə işləvatqan casuslarını onda iştik aşkarlap getməydi. Bilgin oladək bu casuslarını aldı 25 yıllık, 24 yıllık hizmet tarihi casuslar. Onda boğan iken, yana bula silebilen biz bildiğen ve bazıları silebilen biz guman kıgan insanlar. Devletinin kanunu bilen bulanı oturga çıkıp aşkarlışı. Minin igelligen men bilgen uçurda Türkiye devlet bexederliği tek sağalı. Yani abim deginimdek erkaç devletlerde casuslar var, erket kılıqlı ama devletinin veya ki yaman el kılgıç yeri takaşmasa işte aşkarı kalp etmeydi demekçe. İşte tutup deginim belki buluğa uzun yıl Türkiye'nin bu izcil izqoğlap veya ki bulanı küstüp duruvatkan bir adamla buluşu mümkün. Hem de bugünkü günde bulanı 20. yıllardaki akbarat vasıtaları arkalık oturuq açıp aşkarılışı veya ki şunu aldı keyinde bulanı tutuşu tasaddibilik emas demekçi ben. Ya ki olmasa tuyuqsuzlama, bizi oxşaş ayacanlanıp gitiplam, casus ken demeydi dövlət deyən. Dövlət deyənin bir uçur mənbəsi toluq oluş gerek. Ulağı toplağan, ulanın qılıvatqan iş fəaliyyətləri və o bu deyəndək nəslər toluq boğa vaxtıda anın dinki onu mətbuat şəkildə aşkarlaydı. Aşkarlaşdaki məqsəd abim deyəndək bu Türkiye'nin bexəddərliyiga əskeri ve devletinin bexəddərliyi tek sağallığı üçün bulanın bəgə uçurdur. Anın dinki devlet bulanı jığışdırıb itişkə atlanğan buluşu mümkün. Bəzi xəbərdə qayıt qılınan şu. Onda boğan ikən bula devletinin mənfəətigə, Türkiye devletinin mənfəətigə ziyan sağan işler çoxum oturdu buluşu mümkün. Belki bir kısmını az çıkarıldı. Mesela $10 $10 çıkan kançı pasportu var. Bunun Şangan kaçan bağan, Səudi Arabistan kaçan bağan, yerden kandan pul ağan, pulunu kim arkalık ağan degендek noktalarını aşkarladı. Ama belki devletinin məxfiyyətligi dair nəslərini onu aşkarlamaydı. Ular nimini aşkarlab etdi. Nimini Xitayğa berib etdi. Qaysı nazik noktalardı. Bunu devlet istihbarat ya ki devlet aşkarlamaydı. Ama bunun temizini koyup koydu. Bula Türkiye hükümetinin bexəterligiga təhdid qılğanlığı üçün, yani xavf ilib gəlgənliyi üçün bula tutqun qılındı. Hem de bunun deyinki günlərdə bulağa verilən cəza və bulağa verilən cəzanın ismi nim qılğanlığı üçün, nim cinayət sadır qılğanlığı üçün mandaq hükümge kanunun mancınca maddesi asasen bulan mandaq neme kılındı deyişi mümkün. Bu devletin nime işi. Hem de biz bildiğin iş bazıları vay Türkiye Uygurlarını
suiiste'mol qilyapti, Uyg'urlarni unda qilyapti degan har xil ko'z qarashlar va ya Turkiya hukumatı bilgan Uyg'urlarni qirlash uchun bilan. Yo'q. Turkiya hukumatı, har qanday hukumat o'zining manfaatiga. Mesela sizni meni uchurimni to'plasa, u davlatning nimasiga daxl qilmaydi. Bexatarligiga daxl qilmaydi. Ama siz turayotgan yoki bo'lmasa sizning davlatingizning Shivseyaning, masalan, men Shivseyada yashasam, Shivseyaning davlat bexatarligiga tehdit solganlik uchun va yoki ba'zi bir manfaatliga ziyon silishning oldida yoki keynida bu endi ashtaqa odamni tutib oshkorlash mumkin. Mening tushunchimda bu 6 jasos yoki quloq Türkiye'nin menfaatiga daxl qilganlik uchun bular tutildi. Xo'sh, endi buning tutilishining yana bir arx ko'rinishi degan vaqtimizda mening tushunchimda Xitoyning hammamiz bilgandek, abam deganimdek, hammamiz bilgandek ba'zilarimiz biz taniydigan jasuslar bu. Sizlar biz taniydigan, Magoy jasus Xitoy ishlayapti. Sabr Bog'donning nimasida bordi tizimligida Magoy degan guylar. Endi Türkiye'de Xitoyning elib berayotgan mayli Uyg'ur tashkilotlariga, Uyg'ur aktivistlariga, Uyg'ur jamoat arboblariga elib kelayotgan harakatlarning ko'payib ketishi. Ko'payib ketishi bilan birga bugun Türkiye davlatining bexatarligiga tahdid solganlik uchun bularni o'ttirda bir Türkiye hukumati bir tutib chaldaqishdi, oshkorladi. Biz biladigan, sizlar biladigan yana boshqa jasuslarmi bordi. Ularni nimish hozir biraqlam jig'ishtirib etmidi. Jig'ishtirmaydi. Davlatning bir istixborotning nimasida birisining jasusligini bilgan bo'lsa, uningki u jasusning atrofi jasus yoki quloq uchur to'plash uchun odamlarga birikildi. Masalan, bir tashkilotga kirdi yoki uning bilan yaqin bo'ladi yoki bo'lmasa yaman saxovatchi bo'lib pul chiqarib turib insonlarni o'ziga to'playdi, to'plash orqali bir yaxshilik qilib turib ulardan o'ziga kerakli narsani oladi, tushunammi? Odam bilan munosabat qiladi. Yoki uningga keladigan buyruq va yoki insonlar uning bilan uchrashadi. U bir adres bo'ladi. Adres bo'lganning hamma adresini yo'qotib etsa, Xitoy yana boshqa adreslarni barpo qilish mumkin. Chunki anlayotganimizdek, masalan, Angliyadan chiqdi, Amerikadan chiqdi, Gollandiyadan chiqdi, Shvetsiyadan chiqdi, nurg'un davlatlardan jasuslar chiqdi. Tushunammi? Masalan, Xitoy olsun, mayli Uyg'ur olsun va boshqalar. Masalan, Germaniyadan chiqdi, bir qaysi bir millatdan chiqdi, uni ismini qolmabdi. Ular chiqdi, ularni oshkor qilgan bo'ldi. Tushunammi? Ama ba'zilarinkini oshkor qilmadi. Nimishqa abam degandek u bir adres, uning har xil insonlar keladi, uchurda keladi, uni bilib turish kerak. Am u adresni yo'qotib etsa, boshqa bir adres kelsa, u adresni ular bilib, ta'qib qilib, odam kuchi, iqtisodiy kuch, nurg'un vaqt isrof qilib, yana bir adresni tepib, bu kim bilan aloqa degicha vaqt ketadi. Shunga davlatlarning istixborotlari harakat qilgan vaqtda bir adresni aldirib yo'qotib etmaydi. O adres faqat davlatning manfaatiga yoki siyosiy, iqtisodiy, harbiy manfaatiga va boshqa manfaatlariga daxl taruz qilgan vaqtda uni yig'ishtirib qo'yish mumkin. Yoki bo'lmasa qarshi tarafga signal berish uchun, adamlarning ish qilgan bo'ladi. Xudo xo'sh. Unda bo'lsa Turkiya hukumati Türkiye'nin İstanbul ve başka rayonlarında Xitoyning jasusluk hareketlerinin köpeyişi ve bu köpeyişle birge abiyamqidek bizning Türkiye devletinin menfaatiga daxl taruz qilganligi uchun balkim bu mallarni bir nima qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi qolgan sil bilan biz biladigan jasuslar yana bor. Ular ba'zilari bu shamolda qo'rqib ketganlar va ba'ziga qochib ketganlar va ba'zilari bekinib mükünib olganlar va bu ne? Sizlar bilan biz bilgan bu uchurni davlat obiyamlamadi. Chunki ulardagi imtiyoz sizlar bilan bizdan shaxsdan yuqori imtiyozlar bor. Yo'qmi? Har qaysi shaharlarniki bexatarlikka, Urumchi bexatarlikniki va yoki ba'zi bir nim qilayotganlar keldi. Ular kelgan vaqtida
Türkiye hükümeti mi, ulanın düşken üye, kim bilen alağı, kim bilen köreşken, bunun hemmini Türkiye hükümeti hatırlaylik, yoki biliglik. Unda bolgan eken, Türkiye hükümeti, men demek çoğunum, Türkiye hükümeti izchil türde, yani Xitaydan yoki Ürümçiden kelip Türkiye'de ilip berip atkan her bir hareketidin xabari var. Xabari var, izchil küzütüklik, faqatlamabım gerek, devletning menfaatiga. Uyg'urning ba'zi bir adamning menfaatiga, ba'zi bir insonning menfaatiga uning aralashib ketolmaydi. U bizning sezgirligimizga havola qildi. Yana bir jihatdan bu signal siz bilan bizga berib atgan. Ey Uyg'urlar, siyosiy sezgirligingni biroz yuqori ko'tar. Sen yoğun bir düşman deb üzerinde avatkan, 75 yılın yağı seni talantaraj kılıp seni izavatkan, seni yok ilişki tırşıvatkan bir Xitay bilen işvatsa, sen mandarak bizden devletimiz, bizden himayemizde olsun mu? Kallağını işlet, hoşunu işlet, biraz sezgürlüğünü aşı. Mao hem neyse Xitay yanfundun, telefondun, ilişkitimizden her xil şekildeki uçurlarını ilip onunla kanmay, odamlarni silib, hattoki har xil shakldagi, har xil salohiyatdagi insonlarni jasuslikqa taklif qilib, yo quloqlikqa taklif qilib, uchur egallashni o'zi. Masalan, hammamiz o'tirda, balki yo'g'in ish qilayotgan odam yoki tashkilotlar emas. Lekin Xitoy uninglar bo'ldi qilmoqchi. Xitoy hatto bizning bugun ko'rgan tushimizni bo'lgisi bor. Tushimizni ba'zi vaqtda qolib qolsa unutib qolamiz-ku. Ammo Xitoy uni unutqisi yo'q. Mushu bilgan mushu go'y. Nima tush ko'rgan bo'g'iydi deb, hattoki bizning tushimizga qiziqlik. Ba'zi qarindoshlarimiz bu tashkilotdan hammasi shu o'tirda, bo'lida, insonlarda yoki nimada hamma uchur baxtda, yani nimaga qiziqdi? Abiyam deganimdek, bizning tushimizga qiziqdi. Ko'rgan tushimizga Xitoy qiziqdi. Chunki bizni nayti, men necha qitimlik gapimda dedim, Xitoy bizni nayti yaxshi tushunadi, nayti yaxshi tahlil qilqilik, nayti yaxshi bizni analiz qilqilik, bizni nereden qo'l silish, qanday qilishni nayti tadqiq qilib qo'l siliqlik. Bugungi Turkiyadagi siyosiy atmosfera va yoki har xil shakldagi ishlar bizning mandaq chambarlashib hozir safokoga qisilib qolganimizning o'zi Xitoyning istixbarotining nayt erkin yoki bo'lmasa nayt atrofliq, nayt bizni yaxshi tadqiq qilib beshiqqanning mas'uliyat desek bo'ldi. Natijasi desek bo'ldi. Shunga qarindoshlar, shunga buning oq ko'rinishidagi o'ylayotgan uyan Xitoyning nerdan nega kelgini, qandaq shaklda bizni qislab ekagini, bugungi Türkiye hükümetinin mayli o'zining davlat manfaatini chiqish qilsin yoki bizni Uyg'urning bir kallasini silkib qo'yish olsun, har ikkili tarafga bir dars berish naqdisidan bu jasuslarni yig'ishtirib bugungi kun tartibga kirishi siz bilan bizni o'ylantiradigan, siz bilan bizning siyosiy sezgirligimizni o'stirishda texmi diqqat qiladigan, mayli tashkilot bo'layli, mayli aktivist bo'layli, mayli normal bir Uyg'ur bo'layli, normal yo men Xitoy bilan hech qanday aloqam yo'q, men Xitoyga bir qarshilik qilmadim degan manda soddalikni ilib tashlayli. Chunki Xitoy bütün Uyg'urni yo'q qilish, parchalab yo'q qilish, bo'lib yo'q qilish, ojizlashtirib yo'q qilish qatorliq yo'q qilish bosqichida Xitoyning istixboroti bugungi kuzatishimizda hammamizning paydinpay ilib kelyapti. Shuning uchun her birleriga yana bir tavsiyam, nayt hushyor bo'layli, nayt aqlli bo'layli. O'sha vaqtda hozir biz Indudarni ishlatmang, Xitoyning TikTok'ini ishlatmang, Xitoyning ba'zi bir app'larini ishlatmang deb anlatammidik ba'zi bir odamlarimizga. Bu mu bizning siyosiy sezgirligimizning nayt tuvelligining dalil isbotimiz. Mushu jasusning oldida bir cherkov voqeasida, hujum qilish voqeasida bir Türk vatandaşını öldürüşlen bir vaka yüz verdi. Bunun kendinden bu vakaya çetişlik bizden iki kardeşimizin maşinesi bunun nemiken de Enver Hacim bilen Mehmet Damallam'ın ikisini tutkun kaldığı haberini aldı. Bu dialoga naiti bir insanlar her özünün fikirlerini bildirdi, özünün düşüncesiyle gap kıldı. Bu kardeşlerimizden bu dialogla hiç kadar alakası yok. Bu abiyam diginimdek Xitoyning Türkiye'de ilib berayotgan siyosiy suiqasdning bir qismi. Faqat
bu iki kardeşimizin siyasi sözgürlüğü tüvelliğinden Xitayning dinni şekilde yani dinni tüste gaz verip çıkan bir diloning uğurlaştırışıda bu iki kardeş mesela maşinesini icra vergen nurgun kardeşlerimiz var İstanbul'da. Biz bilimiz bazılarını. Acaba bu iki kardeşimiz doğrulup gelişi bu iki kardeşimizin Abiyamqı degende siyasi sezgürlüğü acizlik noktasından bu şekilde Abiyamqı belgende kanunsuz şekilde veya ki o bu şekilde yani olmasa dinni düşünce meselesi de o adamlige vaslık vassız işinip ketkenligi yani olmasa ulu bilen billa oturup kopqallığı veya ki bir yerlerde resimlerge çüp qalğan düşürüşü bilen Xitay bunu ekilip durup Türkiye'nin kanunu bilen bu qarindaşlarımızın bugünküdek bir hata qarlaşının üstüge to'g'ri kelib qoldi. Men bu qarindoshlarimiz aqlinib chiqdi. İnşallah bu qarindoshlarimizni o cherkovdagi unda ashqulluq, unda narsa bilan aloqasi yo'q. Bu qarindoshlarimizni diniy saviyasi olsun, bundaq masalalarga, ashqul masalalarga qarshi turish nuqtasi olsun, nayt uchuq mening tushunchimda. Men bu qarindoshlarimizni sirtdan taniyman. Nayt yaxshi ixlosman bir qarindoshlarim. Shuning uchun men shunday guvohlik bera olamanki, bu qarindoshlarimiz inşallah aqlinib chiqdi, ama siyasi Xitoyning siyasi suiqasdining neyimiz tushib ketdi. Ya'ni Xitoy mana şekilde yani Türkiye'nin kanununda da uyuş. Dikkat qilsanglar, mush qarindoshlarimiz atılışdan aldı kendilar Xitoyning bayonotchisi Wang Bing degan bayonotchisining yani Türkiye'de de Sharq Turkiston Islom partiyasining harakat qilayotganligi yoki bu dil o'chirishlikni qarlab hem İslam partiyasini qarlaydi hem mao qarindoshlarimizni İslam partiyasi chetib qarlaydi. Demak, nima deganda Xitoyning bu suiqasdni o'rlashtirishi va bu suiqasdning keyinda Xitoyning qarqul borligining bir isboti. Shunga qarindoshlarimizdan bu qarindoshlarimizning inshaalloh pat muddatda aqlinib chiqishini Cenab-ı Allah'tan tilaymiz. Şuna bir qarindoshlarımizga baho berishda bu qarindoshlarimiz gap qilishdan burun to'xtatdi deb bir surishti qilib etdi. Uni keyin gapning hammasiga ishonmayli. Digichilar ular o'zi bilib, o'zining hissiyoti yoki aqliy iqtidori yoki u uni qarta deydi, ammo anglag'uvchilar sizlar biz anglag'uvchi to'xtab turib, mana bu qanday deb. Bu rost shundaymi emasmi deganni biroz analiz qilib etsak, menimcha texim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman qarindoshlarim. Turkiya qonuni bilan Uygurlarni bastırıvatkan işler nəhayət avıb qaldı. Yəni Türkiye'nin kanunu tayanıb durub, məsələn, Sabir Buğda'nın bizning strateji mutaxassisimiz Erkin Ekrem to'g'riliq ustidan shikoyat qilganligi, Abduqodir Yapjan to'g'riliq ustidan shikoyat qilganligi, Erkin Tarim ustidan shikoyat qilganligi, aniken Istiqlal televiziyasini shikoyat qilganligidek ahvollarni bilamiz deyil ularni. Demak, Türkiye'nin kanunundan paylanıp, muşlarının gap sözü ve yaki başka bir işler paylanıp, bulağa manda kanunu cihettin, bulağına rahatsız kalılığı ve bulağa bökten kalılığı dek, nimelerine netice aval köydük kardeşler. Altın bulaş vakası. Zeytun burundu mu? Ne bir yer boğan bir altın bulaş vakası. Bu vakasını Xitay'ın oyunuğa oynasam ne yapacağını yanıma şu Xitay nimesini nime kalıdı yok. Xitay'a boğan nimesini tatip mandan yok. Bunun qanda nərsinin qanda boğalığını yaxşı təşvirsənlər, yaxşı analiz qılsanlar qardaşlar, bunu bilələysizlər. Çünki bir məsələni bir oturuq çıxan nərsədə bu ikili tərəf menimcə, məsələn, Altınova qardaşlarımız mı bilməydi, o bulançılıqni təşkilləyən və bunun qatışıb qalğanlığı mı tas to'liq yerini bilməydi. Şunun bilan Xitoy bu şəkildə nəydi? U yanında nəydi yaxşı oynaqlıq. Məyli İstanbul'da olsun, dünyanın hər yerində olsun. Xitoy naydi uyanlığına naydi yaxşı oynaqlıqçı. Çan tutmay ekilib, oy depçe sizlə biz anqıramaylı alet oynaqlıq. Çünki biz iştik lan bilənməyim da taşqınımızı qarab, dep lan üzümüzdən bağasını berib qıladımız. Əmniyyətdə bu naydi uçur şəklində ekilib durub bu diloni şəkilləndirgan və bir qism qarindoshlarımızın mal mülküdən argan bolsa bir qism qarindoshlarımızdan Türkiye'de cinayet sadır kılıp bir qarlanışqa veya ki çoğu türmege mahkum oluşqa sebep oldu. Bunun keyinde mi abim Xitay'ın kanundan paylanıp oynağa uyan. Yeni birisi
Məxəm hacim deyil olsa. Məxəm hacimnin bir eləqə bir xil hacim degan birisini ufruq qoyub ondan keyin o'ttirdi bir nimada ish bo'lib olib ketdi safa qo'ydi. Aydın gizitinin tahririnin bu işini mesullab, yani bu işini orunlaştırıp bir şekilde bunu teşkilligeligi, bunu Xitay hakkıdan gaz veriligi nesle oturdu. Demek nima deganda Məxəm hacim üstüdün deyil oturg'izib yoki qonun jihatdan bu odamni cheklashga uchrayotganligi. Bu mu Xitoyning qonuniy jihatdan bizni qismoq qilayotganligining yana bir dalili. Buning tafsilotiga kelsak, yamanchiq vaqt munosabati bilan har bir anda mana temisini deb ketib bormayman. Şu tutilgan casuslar to'g'riliq gap bo'ldi. Buningda qarindoshlarimiz ba'zilari bular to'g'riliq aytdi. Chunki ba'zilari tunigan bo'lg'achqa bu odamlarning salohiyatini va bu odamning kimligini bu odamlar qarg'a ketdi. Chunki bu odamlar belki to'g'ri vatandagi lagerda tuqqanlari bo'lishi mumkin. Uningdan keyin ba'zi bir nimaga nisman bo'lib qilishi mumkin yoki Xitoyning qiltig'i uchib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu gunohsiz ama Xitoy gunohkor. Deyapti. Xo'sh, unda bo'lsa Xitoyning qilganligini Xitoyning damiga qiltig'iga tushganlar bular. Bular mening nazarimda aql to'shqan oldi nevri ko'rgan odamlar, yeshi. Unisi bular tunugun bugun chiqib qolgan odamlar emas. Bularning oldiga abamdagimda 25 yil bo'lgan odamlar. 20 yillik tarixi bor odamlar. Xitoy bilan hamkorlashib, Xitoy quloqlik qilayotgan. Ba'zilari naydi boy pul va adamı Xitoyga bağlanıp kalıyordu. Neymiş deganda, aş pulunu qo'g'dab qilish uchun mu bağlanıp kalıyordu. Çünkü amal varalları ve yavaş Xitoylardan ro'naq tepish uchun cho'qim Xitoy qo'shamat qilish. Ba'zilari pul ilib qilyapti. Mening nazarimdagi ba'zi jasuslar. Ba'zilari pulsiz, yani o'zini va yoki mol mulklarini va boshqalarni o'zining manfaatini qo'g'dab qilish uchun ham Xitoyga ishlayapti. Bu nihoyatda rezillik qarindoshlar. Chunki bularni aqlashning o'zidan bir to'g'ri ish emas. Chunki bir odam kichik bola bo'lsa ekan, yoki aql to'shmagan, ya aqli ojiz, mingit bo'lsa ekan, bo'pti, mana biraz nervisi chatoq bo'lyapti. Uning uchun bo'pti, mana shuni qilib qopti desak bo'ladi. Ammo aqli to'lgan, o'zimiz joyida, gap so'z joyida, sharkiti, o'zining iqtidori bor odamlarning Xitoyning bunda qiltiqiga oldinib, yoki o'zining kichikina tuqqanlari va yoki o'zining manfaati uchun butun xalqning manfaatini mandaq setib etishning o'zi yoki Xitoyga berib etishning o'zi bu bir aqlsizlik, bu nadonlik, bu do'stlikchi. Buni kechirishsiz gunoh mening nazarimda. Balkim qarindoshlarimiz o'rtaq kechirishsiz buni kechirmasligimiz kerak. Chunki biz bir ketkizib qo'ygan yerimiz nayta rahmadillikni chigidini ishirib etganligimiz. Chunki biz dushman bilan do'stimizga bo'lgan muhabbatimizni oriyolmaganligimiz uchun biz yana bir jihatdan mushkunga qilishga mubtalo bo'lyapmiz. Bunun sebebi neçe bir sebep var. Bir yerde desek çıkıp gidiyordu. Demek ki oğlum biz bulanı keçirmeyiz. Çünkü bular bölüp kılıvatkan insanlar. Üzünün menfaat üçün halkını setivatkan, dövlətini setivatkan insanlar. Bulara hiç kaçan bulanı axlaşqa, bulanı axlaş taraftarı buluşqa her qandaq sebeptir. Çünkü siz bizning tuqqunimiz, siz bizning qarindoshlarimiz u yerda izlayotdi. Unimi izlayotdi, izlayotganga yana sen ashini qutuldirman deb, hattoki birisining o'zining ashinchilar qilganiga o'zining tuqqanlarini aytqanmagan gap. O'ylab qo'yinglar. Yo'q. Anlatamayotgan bir narsa bizcha Xitoyning dushmanligini ba'zi bir insonlarga, ya'ni hammasiga emas, Uyg'urlarimizning ba'zi bir insonlarga anlatamayman. Ma dushmanman, ma dushman. Ma aniq dushman, bizning dushmanimiz, tarixiy dushmanimiz ma o. Manada hazar ilashtirishimiz kerak, bundan diqqat qilishimiz kerak, buna ishonmaslik kerak degan narsani anlataman. Bo'shilib qoldim, shamol mani deb ketgan ekan, menda oldi. Hozir xuddi vatanga berish tayyorlik qilayotgan bir necha insonlar bor. Buning oldida so'zlab, bundan keyin yana so'zlaymiz. Chunki bu Xitoy bir iqlimga aylantirib, men Xitoyning chog'ini ko'rdinglar, qanday qilganini, qanday bo'layotganini, qanday shaklda bizni o'tirga chiqqanligini men ko'rdim. Demak, Xitoy bu o'yinni davomlashtirdi. Endi bu yil yoz kelishga uyg'un tayyorlik pichoq bilayotganlar bor. Xitoy sizni her şekilde qirtiqqa tushirdi. Badingiz bağlanligini anglayapmiz. Bu yerdagi qarindoshlarimizni ketgandan keyin sen o'z tuxuning ketdi, sen manda qilib deb, uning shu necha avlodini so'roq tatqanligini anglayapmiz. Ular aramlik yo'q. U vatandagilarga aram yo'q.
Anadaki muşu şekildeki insanlar ve anlattım ben kör olattım, ürümçide keçip pazarda bir şey yiyip alattım, yakın ana ilip aldım. Bu yüzünün menfaati da mal bilen farkı yok. Malik abiyam 6 casus bilen hiç kandak farkı yok. Yüzünün menfaati için halkının menfaatini tişiyip bakıldı. Hani kendi Xitay videosu bana çetelde manda muhacirlerimiz erken gelip gitip aradı o yok akşoldu kök oldu mancılık adamını kütüp aldık statistikasını çıkarıp aradı bizge. Mala kelip Uygur cemaatini jirak tuğan diken beni hiç kim kömeyen diken ben berip geldim o deyimiz ama Uygur'dan menfaat. Ama bu bardağın bazı bir insanlığa nadan ve cahil insanlığa yakınması çındak cahillik taraftarını elevatkan insanlığa biz onu hiç düşündürememiz. Bizden deydiğimiz muşu. Akıllık turup yakınmasa şu özünün ma'lum çeklik 5 yıl 10 yıl yakınmasa her xil şekilde bedel төлеп atkan qarindaşlarımızdan Xitayning muşta damığı uçup ketmeslikning aldını olish uchun. Abi bunda casuslar çıkıdı bir milletning ichidan, manqurtlar çıkıdı, Setivitgallar çıkıdı, Xitaylar ep ötümü deydiganlar çıkıdı, her xil insanlar çıkıdı. Ama bizning yani aqlı var Moşunu körep analiz kıla alaydigan, gepimni tahlil kıla alaydigan qarindaşlarımızdan Xitayning bundaq damığı uçup ketmeslikni. Yani Xitay o öyle vatanga berishni bir bundaq normallaşkan holatga akilish marksizmda bizning oldinimiz xalta uçup ketishimiz bu bexatarlik. Bu ne? Aşındaq berish tarafı beribdi-go, ma beribdi-go, men basam nim bopdi. Ben berip körüp alma bağan dikinim bopdi. O mikeldi işin bulmadı o. Uygurlu bir ötürüp bitem. Toğra ötürüp bitmeydi. Ama her günü ülüdüğalıqını bilmeydi. Her bir Uygur bir gün aç bağanlığa lanet okuşu anam her günü ülgünü çoğu. Bunun artık ölüm yok. Halkının nazarında her günü ölgenin artık ölüm yok. Ölüm bir kıtım buldu da bir kıtım öldük kettik. Şuna mı ya? Yaxşı namımız yaman namımız kalıdı. Ama hayat durup her gün ölüş ma bek azaplık istiyor mu? Şuna ben qarindaşlarımız bir yerde hayat durup her gün ilişki mutluluğa bulap kalmasın. Bir töhmet buldu. Gülü Məxsitlik Kanada'daki bir YouTuber sanımız var. Ben ne çıktım bir program işleyen. Oxford'dan tunuyma kılavatkan işleri özgü layık bir şekilde bir aktivist şekildeki özünün kollarını kildiğen meyli İngilizce olsun meyli her xil axbarat vasıtlarda özünün koldan kildiğen hizmetlerini kılavatkan. Hem de üken hazır vatangi beriş naiti bir zil tema oğa çıkan. O sanımızdan bir neçe neslimlerini bazı bir insanlar çıkarıp onu vatan ketdi, ak oldu, kök oldu depti. Vatan ketmi geldigine özü iki video işlep e'lon qilibdi. Vatanga bormaganligi, bormaydiganligi aniq. Endi o'zim depti 2017dan keyin vatanga akillari urug'da qalam tutilgandan keyin bir ish imkoniyati bo'lmaganligi, uning oldida borgan rasmlarni chiqarganligi aniq. Endi u bormagan insonlarga bir töhmet qilish, bir ayol kishini her xil şekilde betnamlar bilen veya laqam qo'yish va yoki uni har xil şekilde qarlashni o'zi bu normal aqli va insonlarga to'g'ri keladigan ish emas. Endi har xil insonlar bo'ladi emasmi? Masalan, ben norveçcha taqılıdı, psixologiyascha taqılıdı, anandan keyin har xil şekildeki o'zining bir problemi bo'ladi, masalasi bo'ladi da. Ama o gapni anlagan qarindoshlarımızning va deb ishni qilmagan bir narsa tilib bo'ldi. Chunki mening o kim bilan yaqinligimni programma va ne şekildeki tunuşligimni bilgan ekan. Voy, bugün og'zol ketib qolibdi, qanday bo'ldi, rostmi, yolg'onmi, sen bilsa qachon qo'lqon uzun degandek bir gaplarni qilgan bo'ldi. Ya ba og'zol nimada, bormidi og'zol deb guvohlik bergan bo'ldim. Men bu yerda har birlariga men töhmet qilganligiga va töhmet qildiganligiga gap qilmaymiz mishqa deganda. Chunki men bir misolni avatdim. Ukan bizning bir o'ttirda, ya'ni bir talash tortishuvlar bir imzo etish atmaslik to'g'riliq. Men uningga bir narsani bir turkcha bir masala bor ekan. Bir shirning oldiga yo'lbos bilan eshak bir masalani oydinlashtirish uchun bor ekan. Shir podsho yo'lbosga gap 5 yil gap qilmaslik, eshakka sening to'g'ri degan javobni berdi ekan. Oxiridagi nuqta mening diqqatimni chekkan narsa. Bu masaladagi oxirgi nuqta nima deydi?
40 alimni bir delil bilen qayil qildim debdi. Ama bir cahilni 40 delil bilen qayil qılanmadım debdi. 40 alimni bir delil ketipdi, bir cahil 40 delil yetmepti. Ama aklı var adamlige bir delil bir insanın nimesi. Töhmet kılgalla emas. Töhmetni anlagalla bunun işinip qilishmasın. İşinip bu ne deb to'g'ri deb keyin bundaq shuni nepertulab qilishi buni aydınlashtirish pek muhim deb o'ylayman. Shunga ba'zi qarindoshlarimiz xato tushunib qolishqa ovozliqni nima qilib men xatoni qilib qopdim dedi. Ba'zi menga ayrim telefon uchun qilgan qarindoshlar men tushuntirib qo'yganligini ha tushundim dedi. Endi shunga hamma gaplarni ishinib ketmasligimiz kerak. To'xtabdi deb ay davatgan töhmetchimi, hasadxo'rmi, fitnaxo'rmi yoki nimaxo'r bu? Shuni davat qadamchi. Buni ayirib olsak, meningcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Chunki aqlli inson hamma odamning o'zgacha bir aqli bor, o'zgacha bir tafakkuri bor. Bu gaplarimizni biladigan odam, tushungan odam tushunib o'ziga hazm qila oladi. Tushunmagan odam o'ziga loyiq shu gapimizni tushunchini oladigan bo'ladi. Shunga men demoqchi bo'lganim mayli shu muojizat hayotidagi bo'layotgan har xil narsaga nisbatan nayt aldirab emqib ketmay, ishinib ketmay odamning gapiga. Nayt yaxshi tahlil qilib, yaxshi o'ylanib, yaxshi qaror versak, nayt yaxshi bo'ladi. Aqlimiz 10 yilga shunday qaytayli. 2014dan 2024gacha siz biz o'zimizning muojizat hayotini biz xulosalab baqaylik. Biz nereden neye geldik? Nimini ko'rdik, nimini ko'rmadik. Kimni ko'rdik, qanday odamni o'tirg'i chiqdi, qanday oldi. Bu 2014dan 2024gacha nurg'un josusni ko'rdik ya biz. Ba'zi tutildi, ba'zisi ketdi. Tez poyezddan bildirilib. Demak, nima deganda, nini odamni biz ko'rdik, ko'ryapmiz. Shunga bir masalaga muomala qilgan vaqtida naydi o'ylanib, naydi ig'ir bilan Xitoyning tartiblashiga yoki Xitoyning foydasiga moslashayotgan bir narsa bor. Shunga biz Xitoyning ishiga moslashayotgandik yoki bir shaklda o'zimizning g'oyamiz, nishonimiz bo'yicha harakat qilyotgandik. Bilib bilmay biz Xitoyning damiga cho'kib boramdik. Bu masalaga biraz diqqat qilsak, biraz bunu aydınlaştırırsak çalışsak nayt yaxshi deb o'ylayman qarindoshlar. Men gapimni bu yerda oxirlashtirmay, mush gapimning qarindoshlarimga axir tavsiyam to'g'ri qabul qiling, xatolar qilib qolsin. Men o'zimning ko'z qarashini har birlariga o'rtoqlashdim. Har birlarini Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.